40 yosh insonni joniga keladigan elchi debdilar. Qo'ng'iroq chalinadigan payt 40 yoshga kirdingmi, bilginki, endi qolgan umring oldingi umringdan ko'p emas. 10 kunlik safarga chiqqan odam 7-kuni samolyotga chipta oladi. Sovg'a salom olib orqaga qaytishga harakat qiladi. 40 yoshga yetdingmi, payg'ambarimizdan hadis borki, meni ummatimning o'rtacha yoshi 60 bilan 70 o'rtasida deganlar. Endi qancha umring qoldi? Endi qolgan umringda Allohga duo qilishimiz kerak ekanki, Parvardigor qancha umr bergan bo'lsang, otamga, onamga, menga bergan umringga men shukr qilay. Boshimga yaxshilik ham keldi, yomonlik ham keldi. Yaxshi kunlarni ham ko'rdim, yomon kunlarni ham ko'rdim. Bergan kunlaringga shukr qilaman. Endi qancha umrim qoldi? Qachon meni jonimni olasan? Omonatni qanaqa qilib olasan men bilmadim. Lekin qolgan umrimni yaxshi amallarni qilishga ilhomlantirgan. İlham bergin, men faqat yaxshi ish